Do'stlar, mana bizlar shotlankalar qo'ydik eshigimizga, bir tabaqali eshik. Bu tarafda yana 3 ta eshik bor. Shundan jami 4 ta bir tabaqali shotlankalar bilan 4 ta oshmosh qo'yganmiz. Keyin balkon profildan yana bitta pasal kafon qo'yilgan. To'rchiqda nasib etsa ertaga bularni ustma kesib videolarni asla qo'yamiz. Bu tarafda ramkalarimiz, ular egasini kutyapti. Egasi olib kelgan desa qo'yamiz, xudo xolasa. Bu ramkalarimiz ham tayyor. Sexda yasalayotganlarni ham hozir ko'rsatib o'taman. Asta ishdan chiqyapti endi. Xo'p. Mana bu joyda Aqua Plus 6000 Quattro profildan ramkalarimiz. Bu tarafda ham 2 ta ramka, bu tarafda ham 4 ta ramkamiz bor. Bir qirqa olmish, hammasiga mexanizm qo'yilgan. Nasib etsa mana ishlarimiz davom etmoqda.